Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana yangi videoga xush kelibsizlar. Xudo xohlasa bugungi videoda to'rt sostavini tuzamiz. O'tgan videoda to'rt ikkinchi tuzdik, endi to'rt tuzamiz. Pulni ko'rib turibsizlar, 1 milliard, 1,5 milliard deydi. 300 millioncha zarar qildim. Mayli hech nima qilmaydi endi. Xo'p, birinchi o'rinda ozgina open pack olamiz. Mana bitta 4 o'yin tugatib qo'yganman. 5000 ta kristallar olaman. Chunki bu yerdan yaxshi o'yinchi tushishiga garantiya yo'q baribir. Bitta 3 ta maskerani, bitta juda kam odam maskerani oladi. Lekin o'zi maskerani olgan ham zo'r. Lekin biz 5000 ta olmas olamiz. Xo'p, akalar kanalga obuna bo'lib, like bosishni esinglardan chiqarib qo'ymanglar. Xudo xohlasa niyatim bor, aytganman, hayitgacha 1k bo'lish. 80 ta qoldi bu videoni olayotgan paytim. 920 ta bo'ldi. Xudo xohlasa saharlik paytlarda chiqazaman. O'sha oxirgi kun o'rtoqlar, iltimos. Mayli bosib turinglar vaqtincha, keyin qaytarib olsanglar ham 1k hayitgacha niyatim bor edi. O'shani bitta bo'lsa ham ko'ring, iltimos. O'rtacha bir kunda 2000 ta odam ko'ryapti, lekin yarmidan ko'pini podpiska bosmasdan, statistikada ham 90% odam podpiska bosmasdan ko'ryapti. Bu juda yomon, iltimos podpiska bosib qo'yinglar, like bosib. Xo'p, bo'lmasa birinchi 3000 talik pak, keyin yana bitta La Ligadan ochamiz. Meksika. Arkadaş, Milan. Kimdi bu? Jimenez, Bristol yaxshi. Apin kirib ketadi 60 ta jeton. Vitina nima kimdir olmagan himoyaga. Endi bu butdan uncha yaxshi futbolchi tushmaydi. Xorvatiya tushsa dahsat u. Menga himoyachi kerak. Pedri tushsa ham zo'r. Xo'p, ochamiz. Full Ispaniya, давай CP. CP Barsa. Voy. Voy, ona nimaga Barsa bo'lmaydimi? Men turibdi-ku. Tushsa bo'lmaydimi? Mayli endi. Xo'p, keyin bizning ligamizga ham qo'shib qo'yinglar. Mana 37 ta odam bo'libdi. Turnirga qo'shyapman, hozir o'ynab qo'yish kerak buni ham. Katta o'g'irliklarni ham qo'shyapman. O'ynanglar, faqat o'ynamaganlar keyingi safardan qo'shmayman. Boshqani so'rayapti, o'zi qo'shing, o'shalarni qo'shaman. Agar ular ham o'ynashmasa, ularni ham boshqa safar qo'shmayman. Xo'p, bo'lmasa sekin boshlaymiz. Kirishdan qotdi. Programma qilamiz. Tots komanda sezon 99. Kumir va Geroyni belgilab qo'yish kerak. Mana boshlandi. Aytgancha taktikani o'rgating. 4-2-4 taktikasiga G'amza. 62 overga tushirib qo'yganman. Xo'p. Kimdan boshlaymiz? Narxlarni o'zib ko'ringlar. Juda full rankda yig'olmaymiz, nima deyman. Chunki pul ketib qoladi. Ronaldo Messini olsam agar yoki pulasiz yig'amanmi? Wi-Fi parrot qilmay o'rin. Bu videoni ham 3 ga yaqin otgan ekanman. Napadaishlar ko'p ekanman, o'zi maqsad qo'ydim Kroyfni ham olish. Xo'p, yana kimlar bor? Ilvaga Vinini olsam bo'ladi yoki Mbappe, CPga Zidane, CZga Van Dijk bilan Maldinini olamiz. Himoyaga devor. O'yinda ham ikkita devor, hayotda ham Middle Wi-Fi. To'xtatib turaman videoni. Xo'p, men qaytdim. Biz boshlaymiz. Birinchi Kroyf olamiz deb 200 million ekan. Bellingham ko'ringlar 170, 180 million. Bunda zaявka yo'q ekan.
Bo'lmasa fullga harakat qilamiz, fulldan bitta oldingina olamiz hammasini. Blank yevro Cruyff o'likda olgan bo'lardim, lekin bu yevroda. Xudo xolasa yevroni tarkibini tuzsak, uni ham olamiz. Bellingham qo'ydim hozir. Wi-Fi nima qo'yibdi bu? Ishlasachi ishlaydi. Xo'p, voy Cruyff qimmat u. Uni sotib olishga ham ulgurmas ekanmiz. Demak Cruyff olmaymiz. Keyingi videolarda yana kim sostavini tuziy yoki qanaqa video qiling, o'shani ham yozib o'tib ketinglar. To'g'riroq o'tib ketinglar. O'tib qahar ketasizlar to'g'rimi? Hozir men bitta to'g'rilab keliydi. Hop. Boshqatdan kirdim, endi ishlash kerak. Ronaldoni qarab o'tdik. 230 million. Ya, buni olmaymiz. Elziga paymamu shunaqa kerak. Kelinglar birinchi aniq oladiganlarni olaylik. Maldini 75 million yaxshi. 72 millionga qo'yamiz. Elvaga ham Rafael Leao ham bor ekan. Qiyin bo'ladi-da tanlashchi. Zidanni olamiz, lekin sepaga bitta. Bitta Bellingham olamiz ham. Juda chiroyli kartalar chiqqan o'sha paytlar. Zo'r bo'lardi. Abmen ko'p bo'lardi mana shu 4 paytda ham. Oxirgi adashmasam shu 4 bo'ldi. Keyin yevrodan o'sha ikkita bo'lib qoldi. Dabdala bo'ldi-ki. Nima zayoqni. Chota Wi-Fi haddidan oshyapti. Unda ham qopdi. Xo'p, Bellingham olinibdi. Buni tanlab qo'yamiz. 99. Hujumchi hozir bizda muammo bo'ldi. Van Dijk. Mana siz Van Dijk 98 million o'rtacha bo'ladi. 95 million. 95 million. Zidan bo'ladi ikkinchi sepa. Yaxshi. Ish qilib sotishga qiynalmasam bo'ldi. Minimal ham 99 qilib qo'yamiz. Pozitsiyaga keling, yaxshi pozitsiya. Voy, yevroda 99. Maksimum 98 dan arumi chiqqanmidi? Naqada majbur Donnarumani olamiz. 8 qilar ekanmiz. Donnarumma bu yevro zarlekin. Voy, bunga zaif turgan ekan, mayli. 75 qilamiz, pas ketmaymiz. Naqd 1,5 millionga ko'taramiz. Hop, vratar bizni ko'ramiz endi. Frimpong chiqqan ekan faqat 98 bu ham. 89 millionga qo'yamiz. 630 million qoldi. Ish qilib bundan ham zarar qilmasam bo'ldi-da. Grimaldo 99 chiqqan ekan, lekin Teo Hernandez ham 98 lik kartasi bor ekan. Shaxsan menga Teo Hernandez yoqadi, lekin ayni damda Grimaldoni olamiz. Men 65 millionga qo'yamiz. Yo'q. 68 millionga qo'yamiz. Voy, onasini ham sana. Hozir ikkita zaiflik qo'yib qo'yildi. 65 millionlikni o'chiramiz. Maldini, Bellingham, Zidan sotib olib turdi. Hop, pozitsiya Zevandek qo'ydik. Tepa Belling. Chap bo'lmaydi-ku. PV qilamiz. Paymama Messi kerak Salah. Messi ko'proq qo'yarganda keling, Salah uramiz.
58 million, 98 million. Oramiz sochmonmi bo'lmasa bo'ldi ish qilib turibmanmi. Elva olamiz, Elva. Kylian Mbappe yoki bu. Vini, Rafaelio. Mbappe narxini ko'ramiz, 140 million. Vininiki, Vinini olarkanmiz-ku cho'ta. Menga o'zi Vini yoqar. Shaxsan men Vini olish tarafdori edim. Lavo olish tarafdori ekanman men. Kelinglar o'rtachasini ovuramiz Vinini. 103 qilib. Napadayshiga Ronaldoni olish qo'ymadim ish qilib. Yo'q, qo'ymaganmiz. Endi eng qiyini. Men gitsa Ronaldo bilan Cruyff olmoqchi edim. Narx qimmat ekanda. Ham Cruyff sochmaydi. Martinez ko'ramiz. 37 million, 38 million. Narxing shu bo'ldimi Martinez? Bir paytlar qimmat bo'lardi. Holland olar ekanmiz, yo'q. Ko'ramiz. Bitta Ronaldo olamiz ham. 200 million, 238 yetar ekan atak. Olamiz ham nima deysizlar? Kiraullar olamiz. Gerd Müller ham bor o'tdi. To'rga 5 oyog'ida chiqqan. Ronaldo, Holland, Cruyff olamiz. Afsonalar bitta bo'lib qolmasin, to'g'rimi? Faqat Maldini qolmasin. Qo'yamiz agar olinmasa majburman. Ronaldo yoki Martinez yoki Holland olaman. Holland o'z payimim olma. Xo'p, Van Dijk ko'ramiz. 100 million qilaman. Qo'shmaydi boshqa. 17 million, 77 million bor ekan. Hop, Hollandda eng maksimum Cruyff sotib olindi yaxshi. Narxida 82 qilamiz. 8 ta yaxshi. 3 ta o'yinchi qoldi. Holland sotishmayapti. Boshqa hujumchi pulimiz yetmaydi agar. Yana 3 ta hozircha bilan qabul qilib turamiz. Voh bilan qaranglar. Necha oy, bir 8 oy oldin bo'lgandan shu. Filtr qilamiz, programma. Dots. Jeremy Frimpong. Vinicius Junior. Grimaldo, validasizme chiqadi. Jude Bellingham. Muhammad Salah. 99 Kumer Geroy. Ya. Nima bo'ldi? 99 Geroy Kumer. To'g'ri. 99 emas aytgancha. Esimdan chiqib qolibdi-da endi. Maldini qani boshqa olinmadimi hali? Zidan bor. 3 ta futbolchi qolyapti. Sotib olinmadimi? Kimlar sotib olibdi? Bitta Donnarumma ekan. Xo'p, bular sotib olinguncha rank berib turamiz. Darvozabon 98 103 qilingan. 96 bo'ldi over. Xo'p, berib chiqamiz. Nerki bitta. Maldini shu kartasini oldin hech o'ynatib ko'rmaganman. 97 kartasini juda ko'p o'ynatganman lekin 124 abonona. Xo'p, buni ham abononaga beraveramiz. Men qanot himoyachilari bilan hujum qilmayman to'g'risi. Shuning uchun menga uncha kerak emas bularning pasi. 103 yaxshi. Hammasini bitta Cruyff Bristol bo'lib qolibdi.
Jude Bellingham. Pas. Playmaker. Zayniddin. 5 ga 5 oyoq. Bundan xuddi shunaqa beramiz. Muhammad Salah. Hop, Lucas Zirk dribling. Bitta dribling berib qo'yamiz. Lucas yaxshiroq menimcha, tezroq yuguradi. Vinicius driblingga beramiz. To'g'risi o'qish o'rganmadim. Kerak ham emas aslida. Udar bitta. 120 udar bo'ldi, dahshat. Yaxshi kerak sotib olmadi. Sastav yig'ildi. Sastav zaxiradan tushirmayman. Ronaldo va Messi bo'tdi bu sastav. Smenit. Aytgancha boyalga tushgan. Gol mentalidan. Bilmayman qatga qo'yaman, lekin Rossiya yig'ib tashladim shunaqa futbolchilar. Ko'rib turibsizlar mana. Rossiya yig'ilyapti. Menga qo'raman desam, jalga ko'ryapman. 1.99 ga tiqormaysizlar to'g'ri. Bularga berib chiqamiz. Dar qamadi. Hop, qo'ldan chapaqa ekan, bu unaqa emas. 5 ga 5 emasmidi? Chapaqa ekan yaxshi. Hop, mana sastav yig'ildi. Agar screenshot qilmaymiz. Aytgancha bittasi trenirovka berib qo'yish kerak. Kimda bor edi? Kimda? Rekord bor edi, olib qo'yma jo'da. Gerard ham bor edi. Gutinikini beramiz. Ya, Turenikimi? Mana bunga berdim aytgancha. Hop, Cruyffga 20 cho'kdi. Cruyffdan olib Cruyffga. Ya, Turenikini beramiz. Cruyffga. Danarumaga 5 qilib qo'yamiz. Xajabi Shomurodov. Otabeshgurov, Pepe. Yetadi 8. Keyin yana. Yo'q, bu qolgan oxirigacha berilib ketar ekan. Mayli, kerak emas. Bristol over bo'ldi. Endi nima o'ynaymiz? Qattaram Negriyo bo'ldi. Buni o'ynaymiz. Biz ataga hajab endi yutamiz deb o'ylayman, chunki o'tgan safar videoni ko'rganlar bo'lsa, yutolmaganmiz. Shuni ham mani shansim ekan. Mayli, hech nima qilmaydi. Donnarumma Van Dijk Maldiniga qoldiramiz. Xazayevni vyezdi. Bitta narsani bilib qo'yinglar. Rus tilida bitta gap bor. Nikto nijvijim. Tarjimasini o'zingizlar topib olinglar. Holland. Aylantira olayotgan Holland. Shuncha qo'yib qoldimmi? Kim bu? Grimaldo. Zidane. Nima qilamiz bilasizlarmi? Voy, Van Dijk. Birinchi golimizni uramiz hozir. Viniciusga ham atlashni trivial gol. Vinicius fint qanaqa 360 ekan. Hech qas bera olmadi, yaxshi. Bo'ldi, kerak emas menga berib o'tqiz. Jeremy Frimpong pas. Voy, ishtankani. Bellingham deb ko'ramiz. Kobel. Yaxshi karta chiqqan shu Kobelga. Nima qilamiz? So'radi, mana beryapman. Shtrafni
qiroli bo'lganman bir paytlar. Hali ham uncha-muncha darvozabonga 9 ga solib qo'yishga aqlim yetadi. Yaxshi Vini. Ancha-muncha yaxshi. To'tidan ko'ra har holda reyting ham yetib turadi, dotinim. Zidan shotdan sola oladimi? Yo'q. Xo'p, uncha katta bo'lmagan hisobda yutqizamiz. Hech nima qilmaydi. Xo'p, endi Ravniga trenerskiy match o'ynab shart emas, to'g'risi. 107, 109, 107. Onasini emsa. Ancha-muncha qiyin bo'ladi. Ko'ramiz sostav qanaqa bahs ekan. Bo'ladi, yomon emas. Bizaniki tots, full tots. Yaxshi. Salah atakaga qo'ya olamiz. Grimaldo o'tkazardi. Rafinha. Yaxshi Grimaldo. Qanday? Bosim qotdi. Bosimda olib qo'ya olmayapti. Vinicius. Sam nima qildi? Vini ham nima qildi? Cruyff. Yaxshi Cruyff. O'yinni boshdan. Atak ko'ryapsizlar, men birinchi golni men urdim, bilmayman o'yinning oxirida shot nechi bo'ladi, balki comeback qilib yutib ketadi. Lekin hozirgi aynan shu daqiqagacha uncha yaxshi o'yna olmadi, to'g'risi. Mana endi bir qildi. Hozir Danarumi qanaqa qusha olmadi, bilmayman. Cruyff Salahga, Salah. Bellingham chap oyoq emas bu, o'ng oyoq u. Unaqay. Hozir finchlatib o'tib ketmoqchi bo'ldim Holand. Offside-ku. Yaxshi. Kimga beramiz? Kimga bosim qiladi yo'qga? Zidan yotib uchasi bo'lardi. Mayli, himoyachi emas. Yaxshi. Holland tezligi bor. Salahga, Salah. Voy, uncha yaxshi o'tkazib bera olmadi. Nima qildi? Yelka bilan o'ynadi-yu. Husanov ham yelka bilan o'ynaganda foul hisoblamaydi. Zo'r pas berdi, lekin to'g'risi. Holland bo'ylanma Rafinha ekan. Xo'p, yaxshi. Beraveramiz sirasi. Maldini turibdi, nima cho'chiyapman, to'g'rimi? Birinchi taym yaxshi o'tdi, shaxsan men uchun menga yoqdi. Endi ikkinchi taymni ko'ramiz. Nechi bo'lar ekan. Cruyff. Qo'lsi matchimda ekan Cruyff. Hozir full bo'lmadimi? Bir xil o'ynadi voyga Bellingham o'ynaganim. Voy Maldini. Birinchi xato qildi, lekin to'g'riladi hozir. Qo'limdan xato pas bo'tdi. Xato qildim. 2 marta bosib yordim-da. Birga ham chiqib ketishim mumkin edi. Cho'ta makillaman 3 bo'ldi, soat makillaydigan vaqtdan keldi. Vini yetib olmadi, Rafinha tezroq bo'ldi. Trenirovkasi yo'q, to'g'ri mayli. Van Dijk. Cruyff olib qo'ya olmadi. Reece Jamesmi?
Xavi Rafinyaga Rafina aldadi. Holand yaxshi pas berdi lekin hozir. O'tdi Grimaldo. Grimaldo. Endi maqtab turdim. Voy. Shunaqa qopdan tashlab ketib qoldi-yu. Zizuni pasi. Salahdan dahshat tushib olishdi. Yaxshi undan chiqdi. Joao Cancelo o'zi klub topolmayotganlardan bittasi bu ham. Joao Felixga o'xshab, Zlatinga o'xshab. Hozir akkuratni olib qo'yishdi. Leva, Van Bellingham, Vini, Reece James, Vini, Ber, Cruyff. 105 kartasida ham shunaqa uzoq-uzoqdan tepib turaman, gol bo'lib qoladi, tushunmayman. Yomon qutqarib ketadi boru. Saka bu yoqda tushibdi. Rafinyaning o'rniga. O'yin tugadi, yaxshi. Nikto Nishbijim. Raqibga shuni aytib qo'yinglar. Xo'p, 90-minutda Cruyffdan dubl. Yaxshi bo'ldi. Xo'p, bo'lmasam o'sha yerda videoni ham tugatsak bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esinglardan chiqarib qo'ymanglar. Ligaga ham qo'shilib qo'yinglar. Xudo xolisa kanalga obuna bo'lish обязательно esinglardan chiqarmanglar. 80 ta odam qoldi. Obuna bo'lib qo'ysa, xudo xolisa men maqsadimga yetaman, xayrli bo'ladi. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.